Tasavvur qiling, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, ya'ni Narxos, New Uzbekistan University, Stanford va Garvard. Bu universitetlarni bir-biridan nima farqi bor? To'g'ri, bir qarashda Garvard bilan Stanford вообще boshqa level bo'ladigan ko'ra deyishingiz mumkin. Lekin umumiy olganda dunyoda 25 mingdan ortiq universitetlar bor va ularning faqatgina bittasida siz 4 yilda umringizni o'tkazasiz. Va o'sha 4 yil sizni bir marotaba berilgan umringizni qanaqa o'tishiga juda ham katta ta'siri bor. Assalomu alaykum, mening ismim Asadbek. Biz Unlock Admissions jamoasi bilan 2022-yildan beri o'zbek talabalarini top 100, top 50, top 20 universitetlarga grant olishiga, o'qishiga, kirishiga tayyorlab kelamiz. Shu jumladan studentlarimiz Amerikaning Ivy League a'zosi bo'lgan Cornell, Gonkongning top universitetlari, Koreyaning top universitetlari, umumiy olganda dunyoda topman degan universitetlarni deyarli barchasiga qabul qilinishgan va 100% gacha grant bilan o'qib keladi. Va bugungi videoda bizlar qanday qilib universitet tanlash kerak, nima faktorlarga qarash kerak, o'shalar haqida birma-bir gaplashib chiqamiz. Va bu videoning oxirida siz ikkita narsa olasiz. Birinchi o'rinda siz bu videoning oxirida o'zingiz uchun 100% to'g'ri keladigan universitet list qila olish darajasiga chiqasiz va biz sizga uning qo'shimchasiga o'zimiz tavsiya qiladigan universitetlarni ro'yxatini, ularni qachon qabul muddati, qancha grant berishi, barchasi haqida to'liq ma'lumotga ega dokument beramiz va bu narsani siz videoning oxirigacha ko'rsangizgina ola olasiz. Xo'p, demak, birinchi faktorga e'tibor beradigan bo'lsak, universitetlar o'zi ta'lim berishdan ham ko'ra status darajasiga chiqib bo'ldi. Ya'ni ota-onalar, qarindoshlar qaysi universitetda o'qiyman desangiz, agar aytaylik 10 yil, 20 yil oldin bo'ladigan bo'lsangiz, Narxosda o'qisangiz, вообще prestij bo'lgan, yuridическийda o'qisangiz, вообще prestij bo'lgan. Hozir agar siz Amerikada o'qiyman desangiz, любой odam, endi agar sal adekvatniroq bo'ladigan bo'lsangiz, любой odam qizini beradigan darajaga chiqasiz. Ya'ni universitetlar уже status darajasiga ham chiqib bo'ldi. Va bu statusni belgilaydigan asosiy narsa bu reytinglar. Universitet reytinglari to'g'risini olganda biz studentlar bilan universitetlar tanlayotgan vaqtda e'tibor beradigan narsalarimizdan eng oxirgisi, chunki reyting universitet qanaqaligini hech qachon ayta olmaydi. Lekin ota-onalar tushunishi uchun, qavmi qarindoshlaringiz tushunishi uchun, hamma tushunishi uchun reyting muhim. Masalan, sizga aytsa, boshdan videoni boshlaganda top 100 ga kirgan, unaqa qilgan deb gaplashdik. Nega? Chunki siz tushunmaysiz. Video oxirigacha ko'rsangiz tushunishingiz mumkin o'zi ranking hech narsa emasligini. Lekin ranking boshqalarga aytish uchun, marketing uchun, hamma narsa uchun eng zo'r vosita hisoblanadi. Va universitet rankinglarini qanaqa ishlatsangiz bo'ladi? Birinchi endi universitet tanlayotganingizda o'zi universitet haqida umumiy tushuncha olish uchun rankinglardan foydalansangiz bo'ladi. Va siz eng mashhur reytinglar topa oladigan bu veb-saytlar bu QS, topuniversities.com, Times Higher Education, USNIVS bo'ladi va bu veb-saytlardan siz kirib bemalol top 1000 talik, top 500 talik universitetlarni qidirib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Demak, umumiy qilib aytganda, universitet reytinglari bu boshlang'ich darajada universitet tanlash uchun kerak bo'ladi xolos va bu videoni oxirigacha ko'raversangiz, aslida nimalarga e'tibor berish kerakligini chuqur tushunib olaverasiz. Va ikkinchi o'rinda bizada eng muhim faktorlardan bittasi universitetni qanchalik qiyinligi. Bu unga kirish ma'nosida aytdim. Nimaga? Chunki ertaga siz auditoriyada o'tirgan vaqtingiz yoningizdagi odam sizdan kuchliroq bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki bu sizni raqobatga chorlaydi. Ya'ni yaxshiroq bo'lay, zo'rroq bo'lay deb hayotga kengroq qaraysiz, uni fikrlarini eshitasiz. Ya'ni umumiy olganda siz ertaga kelajakdagi milliarderlar, kelajakdagi buyuk olimlar, kelajakdagi buyuk kasb egalari bilan o'tirgan bo'lasiz. Ya'ni aytaylik top 50 dagi universitet bor, kirish IELTS 5.5 bilan shunday kirib ketsa bo'ladi, o'qiverasiz. Bu yoqda top 800-o'rinda bitta universitet bor, endi chiqayotgan mavquron universitet va unga kirish juda ham qiyin. Ya'ni yiliga aytaylik 10 mingta odam topshiradi, shundan 200 tasini oladi. Va o'sha 200 ta chertib olgan ballari ertaga sizni qanaqa darajada muvaffaqiyatli bo'lishingizni ko'rsatib beradi. O'shaning uchun universitetga kirishdan oldin, tanlashdan oldin iloji boricha kirish qiyin bo'lgan universitetlarni tanlasangiz, ertaga kelajagingizga yaxshigina imkoniyat yaratgan bo'lasiz. Lekin bu degani sizni universitet listingiz faqatgina kirish qiyin bo'ladigan universitetlarni, Garvardlarni, Stanfordlarni, MITlarni qo'yib qo'ysangiz, siz keyingi yil ham o'tirasiz mana shu videoni ko'rib, o'qishga keta olmay. Ya'ni universitetga kirish
faqatgina qiyin emas, balansedroq bo'lishi kerak. Ya'ni kirish juda qiyin, o'rtacha qiyin, osonroq bo'lishi kerak. Shunda sizda imkoniyatlar bo'ladi boshqa taraflarni ham o'ylab ko'rishga. Va 3-o'rinda universitet demak qiyin ekan, lekin qiyin bo'lgani bilan u zo'r degani emas. Masalan, aytaylik, siz rassomlik universitetiga kirsangiz, qiyin bo'lsa, siz rassomlar bilan o'tirasiz, lekin ertaga aytishnik bo'lmoqchisiz. U вообще to'g'ri kelmaydi. Umumiy olganda universitet sizni yo'nalishingizni qo'llab-quvvatlaydigan darajada bo'lishi kerak. Masalan, men sizga bitta narsa aytaman. Fransiyada Sciences Po degan universitet bor va bu universitet politika bo'yicha juda ham kuchli. Dunyoda 2-o'rinda turadi Garvarddan keyin. Va faqatgina politika bo'yicha. U yoqqa siz biznes bo'yicha borsangiz uncha yaxshi bo'lmasligi mumkin, IT sferasi bo'yicha yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin politikada o'zini so'zini aytira oladigan universitet. Ya'ni nima degani, uni qanaqa ko'ra olaman desangiz, birinchi o'rinda kirish juda ham qiyin. Ikkinchi o'rinda u yoqni bitirgan odamlar hammasi Yevropani prezidentlari, Yevropadagi xalqaro jamiyatlarni direktorlari, vitse-prezidentlari, umumiy olganda Yevropadagi asosiy politikadagi figuralar o'sha universitetni bitirib chiqqan. Demak, o'sha universitetdagi siz muhitga ega bo'lsangiz, juda kuchli politik bo'lib etishingiz juda katta ehtimoli bo'ladi. Xuddi shunaqa aytaylik, texnika bo'yicha universitetlar bor. Xuddi shunaqa aytaylik, marketing bo'yicha universitetlar bor. Va bularni siz qayerdan topsangiz bo'ladi? Iloji boricha QS ga kirasiz yoki US News ga kirasiz yoki Times Higher Educationga kirasiz, yo'nalish bo'yicha filtr qiling. Yo'nalish bo'yicha filtr qiling. Ya'ni bu universitet dunyosiga birinchi kelayotgan vaqtda siz QSni dunyo bo'yicha rankingiga qarasangiz, endi yo'nalish bo'yicha qarasangiz, ancha aqlliroq natijalar chiqadi. Umumiy olganda Sciences Po'ni hamma ko'radida, top 100 talik emas ekan deydi-da, uni musor ekan deb olish mumkin. Lekin uni yo'nalish bo'yicha bitta qarasa, 2-o'rinda turadiganligini ko'rsa, o'sha u boshqacha fikrga keladi odam. O'shaning uchun ham ranking yaxshi narsa emas, reyting yaxshi narsa emas, ya'ni dunyo reytingi yaxshi narsa emas. Va keyingi faktorimiz bizni bu universitet joylashgan shahar va davlat. Universitet joylashgan davlat va shahar juda ko'p narsani hal qiladi. Masalan, aytaylik, qo'shnimiz Qozog'istonda ham Nazarbayev University bor, juda yaxshi universitet. Talabalari to'g'ridan-to'g'ri Garvardga, to'g'ridan-to'g'ri Ivy League'ga, to'g'ridan-to'g'ri Cornellga borishadi. Lekin bu universitet Qozog'istonda joylashganligi uchun ko'pchilik bu joyni xohlashmaydi. Ya'ni Qozog'iston bu O'zbekistondan uncha farqli bo'lmaganligi uchun, hali u yoqda ko'p narsa ko'rmasligini bilgan odamligi uchun ko'pchilik u yoqni tanlamaydi. Ya'ni siz universitetni davlati, uni shahari sizga ham muhim bo'lishi kerak. Baribir bu shaxsiy tanlovlardan kelib chiqadi, lekin umumiy olganda sizni o'zingizni yo'nalishingizni qo'llab-quvvatlaydigan shaharlarga, davlatlarga borish kerak. Aytaylik, siz politika bo'yicha boraman desangiz, Yevropa davlati, Yevropan politikasi sizga qiziq bo'lsa, Yevropa davlatiga borgan ma'qulroq. Yoki siz aytaylik, finans bo'yicha boraman desangiz, shaharlar bor, Amerikaning o'zida ham finans bo'yicha ancha aqlli, kuchliroq bo'lgan. Aytaylik, New Yorkka oladigan bo'lasiz yoki Chikagoni oladigan bo'lasiz. Umumiy olganda New York shaharlari yoki Chicago shahrining o'zi ham finans bo'yicha ancha kuchli. Umumiy olganda siz shahar, davlat, o'sha davlat, o'sha shahar nimadan asosan pul topadi, nima u davlatda rivojlangan, shaharda rivojlangan, o'sha narsaga e'tibor berib borishingiz kerak bo'ladi. Va bizni 5-faktorimiz, bu faktorsiz katta ehtimol bilan o'qishga bora olmaysiz buni bilmasdan. Nimaga? Chunki O'zbekistonda o'rtacha GDP $3000 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'rtacha inson $3000 topsa yiliga, to'g'ri, Yevropada arzonroq bo'lishi mumkin, boshqa davlatlarda arzonroq bo'lishi mumkin, lekin shunaqa universitetlar bor, 90,000, 95,000 yiliga sizni to'lashga majbur qiladi. Ya'ni umumiy olganda kontrakt summasi, yashash summasi shunchaga aylanadi. Va sizni financial aid, ya'ni moliyaviy holatingiz juda ham muhim. Universitetga bitta haqiqatni aytaman, bu achchiq haqiqat. Qanaqa universitet bo'lishidan qat'iy nazar, top universitet bo'lishidan qat'iy nazar, baribir siz qancha ko'proq to'la olishingiz, bu sizning imkoniyatlaringizni shuncha ko'proq oshiradi. Aytaylik, yiliga 30,000, 35,000, 40,000 to'la oladigan oila yoki bola yiliga 5,000 to'la oladigan boladan ko'ra statistikalari past bo'lishi mumkin, SAT'lari past bo'lishi mumkin, ko'rsatkichlari past bo'lishi mumkin, lekin imkoniyati ko'proq bo'ladi. To'g'ri, hamma universitetga ham emas, lekin asosan universitetlarga shunaqa. Birinchi o'rinda reyting bo'yicha top universitetlarni tanlaysiz, ularni keyin o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha reytingini ko'rasiz va o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha reytingini ko'rganingizdan keyin uni qanchalik kirish qiyinligi bo'yicha bo'lib chiqasiz va kirish qiyinligi bo'yicha bo'lib chiqqaningizdan keyin qaysi biri sizni holatingizda grant beradi, o'shani ko'rib chiqasiz.
yoki masalan siz hozir aprel oyida bo'lsangiz, dekabrda qabul muddati bo'lsa, dekabrgacha rivojlangan holatingizda qancha grant beradi, o'sha narsani ko'rasiz va shunga qarab filtrlab ketaverasiz. Boshida 100 ta universitet tanladingiz, top 100 talikdan 100 talasini tanladingiz, yo'nalishingiz bo'yicha ham top 50 tasini tanladingiz, keyin qiyinligi bo'yicha top 30 tasi qoldi, keyin grant berishiga top 20 tasi qoldi. Sizni holatingizga, davlatingizga, yo'nalishingizga tushadigan top 20 ta universitet tanladingiz. Va keyingi o'rinda o'zi bu universitetga siz kira olasizmi, yo'qmi? Endi bu narsa sizni qanchalik men kuchliman, dahshatman deydigan holatingiz emas-da. Ya'ni masalan siz 1000 chiransangiz ham kira olmaydigan universitetlaringiz bor. Men aytmoqchiman, bu qiyinligi uchun emas, chunki sizni holatingiz to'g'ri kelmaydi. Birinchi o'rinda masalan aytaylik, Germaniya universitetlarida asosan davlat universitetlari nemis tilini talab qiladi. Lekin siz 6 oy vaqtingiz bor, nemis tilidan B2 sertifikatini olishingiz, tem bo'lib bu yoqda Amerika universitetlarida topshirishingiz kerak, SAT'larni ko'tarishingiz kerak, nerealniy holat. Ya'ni til masalasi bor. Birinchi o'rinda sizni universitetda topshirishdan qaytaradigan. Birinchi o'rinda til masalasi. Ikkinchi o'rinda O'zbekistonda ta'lim 11 yillik hozircha, agar o'zgarib qolmasa va 11 yillik ta'lim bo'lganligi uchun Yevropadagi asosiy universitetlarda siz o'qiy olmaysiz. Masalan, Bakoni degan universitet bor, finans bo'yicha, o'zini yo'nalishlari bo'yicha juda mo'shli universitet, lekin siz 12 yillik ta'lim bo'lmasa o'qiy olmaysiz yo'q. Yoki aytaylik, Singapur milliy universiteti ekan, National University of Singapore. O'sha universitetga siz SATs bo'lgani bilan ham APs bo'lmasa kira olmaysiz. Ya'ni AP bo'lish majburiy. Shunaqa universitetlar, joylar bor. O'sha narsani e'tiborga olishingiz kerak. O'sha top 20 tadan endi aytaylik top 10 tasi qoldi. Va siz 10 ta universitetingiz qoldi. Endi shu 10 ta universitet ichidan bo'lib chiqishingiz bo'ladi. Kirish juda qiyin, kirish o'rtacha, kirish 3 ta bo'lib chiqsangiz, shunda siz shularga topshirsangiz, ancha aqlli, ongli ravishda topshirgan bo'lasiz va lyuboy siz hozir ko'chadagi konsalting yoki mentorlarga boradigan bo'lsangiz ham deyarli shu narsalarga qarab sizga list tayyorlab beradi. Demak, bu narsani o'zingiz ham bemalol qilsangiz bo'lar ekan. Demak, universitet tanlash bu qanaqadir list uchun emas yoki qanaqadir odamlar aytgani uchun emas, o'zingiz uchun eng zo'r, eng tushadigan universitet tanlash kerak. Balki kimgadir New Uzbekistan University yaxshiroqdir Garvarddan ko'ra. Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, universitetga o'qimaslik yoki qaysi universitetga o'qish juda ham ko'p narsani hal qilmaydi. Ya'ni odamni o'ziga bog'liq. Ingliz tilida bitta fraza bor. University is what you make of it degan fraza bor. U degani universitetda nima o'rganishingiz, nima qila olishingiz, ertaga qanaqa sizga ta'sir qilishi bu albatta o'zingizga bog'liq. Tadqiqotlar 100% isbotlagan, universitetga borgan odamni ham, bormagan odamni ham kelajakda solishtirib ko'rganda uncha farqi bo'lmagan. Umumiy olganda universitet bu bitta tool, bitta instrument, xuddi taksiga o'xshaydi. A tochkadan B tochkaga yetib borish uchun kerak bo'ladigan bitta instrument va bu narsani iloji boricha to'g'ri tanlash kerak va siz o'zingizga mos universitet list tayyorlay olgan bo'lsangiz, biz maqsadimizga erishdik. Agar bu video kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha do'stlaringizga yoki studentlarga yoki tanishlarga ulashib qo'ying. Va biz boya aytganimizdek o'zimizda sovg'amiz bor. Biz university list tuzganmiz, ya'ni rekomendatsiya qila oladigan universitetlarimiz va albatta qo'shimcha tadqiqot qiling. Tadqiqot qilib o'rganib, bularni nima bo'yicha kuchli grant beradimi, o'sha narsalarni ko'rib chiqing. Biz grant berganlarni ham yozib qo'yamiz. O'rtacha xalqaro studentga qancha beradi, lekin umumiy holatda siz bu universitet listdan ancha foyda ko'rasiz. Bu dokumentni olish uchun siz video pastidagi descriptiondagi link orqali Telegramga borasiz. Telegramdan bemalol bu dokumentni yuklab olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Siz bilan Asadbek Unlock Admissions. Keyingi videolarda ko'rishguncha.